Assalomu alaykum, hurmatli izlovchilar, hurmatli tadbirkorlar. Mana ko'rishingiz mumkin, navbatdagi do'konimizda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Mo'yinbuloq o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin, 7 ga 4 razmerda. Oldi fasonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, koreys va mokriy kombinatsiya asosida qilib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin, bu ham 100% elektromontajlari bo'lgan. Oldinda mana ko'rishingiz mumkin, ikkita yoritqich chiroqlarni qo'yib berganmiz telefonlardan. Falarimizni e'tibor beradigan bo'lsak, antrezitdan bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, har doimgidek idealniy bo'ldi. Mana taglari alkafondan bo'ldi. Xo'p, ichki fasonlari. Xo'p. Bu ham podkulish bo'ldi bu do'konimiz. Polka, pirlavka, kassovый stol, veterinariya hammasi bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, devorlarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 1.6 lik laminatdan bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham mustahkam. Pollarimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, indifradan bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, bu ham juda ham mustahkam. Patoklarimiz dekordan bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkita yoritqich chiroqlarni qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin va ikki tomonidan kortishkalar qo'yib berganmiz, to'g'ri havo yaxshilanishi uchun ko'rishingiz mumkin va mana bu yoqdan rozetkalarni qo'yib berganmiz, alohida qilib rozetkalari bilan ko'rishingiz mumkin, juda ham a'lo darajada chiqqan. Mana bu yoqda kassovый stollarimiz ko'rishingiz mumkin, bemalol savdoni qilsangiz bo'ladi. Xo'p, kimga shunaqa do'konlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. Unda dastlabki xizmatlarimiz mavjud, yetkazib chiroyli qilib o'rnatib beramiz.